O'zbekiston terma jamoasi Jahon chempionatidagi o'yinni boshladi. O'zbekiston terma jamoasi Jahon chempionatidagi birinchi o'yinni Kolumbiya termasiga qarshi o'tkazdi va afsuski 3-1 hisobida mag'lub bo'ldi. Ammo xalqimiz terma jamoamizdan, futbolchilarimizdan xafa bo'lmaganiga ishonaman. Chunki, futbolchilarimiz oxirigacha kurashdi. Ayniqsa ikkinchi taymda vaziyatlar juda ham ko'p sodir bo'ldi. Birinchi raqamli bo'lib o'ynashga harakat qildi terma jamoamiz. Afsuski bu futbolda hamma narsa bo'lishi mumkin. Lekin bu biz uchun baribir birinchi jahon chempionati edi va bu endi yana bir yaxshi hodisa kuzatildi. O'zbekistonning jahon chempionatidagi birinchi gol muallifi Abbosbek Fayzullayev va kecha K va L guruhlarining ham qolgan uchrashuvlari bo'lib o'tdi. Portugaliya sensatsion tarzda birinchi o'yinni durang bilan boshladi. Kongo Demokratik Respublikasi bilan durang o'ynadi. L guruhining markaziy uchrashuvida esa Angliya Xorvatiyani ishonchli 4-2 hisobida mag'lub etdi. Keyindan dubl. Gana esa Paragvayni 1-0 hisobida oxirgi daqiqalarda kiritilgan gol hisobiga mag'lub etib, guruhda ikkinchi o'ringa ko'tarilib oldi.